Anvar aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, erta kundan. Bugun boshliq ertalar ruxsat berdi, erta kelib olardim-a. Boshliq erta kundan ruxsat berganmisa, maza qilib o'ynab kulmaysizmi? Toqqa chiqing, shashlik qilinglar, oshnalar bilan PlayStation o'ynang. Maza qilib yurmaysizmi? Erta kundan soat abita 4 da ham kelib olammi uyga? Boring o'ynab kuling. Erkak kishi maza qilib yurish kerak. Ertalar sahar 4-5 da kelavering. Ketaverman. Ketaring. Ketaverman? Bemalol boring, ertaga kelsangiz ham mayli. Ha, yana kassaga telefon qilishyapsanmi? Bormayman. Erim zo'rg'alatdan topgan pulni men sarflab olmayman-u. Erda ham o'ylash kerakmi? Telefon qilishma menga. Malades, xotin. Mana nima? Men sen nima noto'g'ri tushunding? Men to'ppa-to'g'ri tushundim. Siz to'g'ri yo'lda ketayotgan bo'lasiz, qizlar o'zlari qoqilib ketib, pomadasi tegib ketadi ko'ynagingizga. Yo, ona rostdan qizlar pomadasi. Voy, qizlarning aybini bo'yningizga olmang dadasi. Nima oldu xotin hozir? Pomada ona rostdan. Bitta mo'yka qilamiz, iplos bo'ladi mana mashina. Yangi mashina oldingizmi? Senga oldim. Menga. Senga. Mashina oldingiz. Mashina oldim. Buni oyog'i nima berilgan? Men mana shu oyog'imni shuni magazinga chiqib, shuni narsam olib qaytib kelaverman. Tezda egasiga qaytarib olib bering mashinani. Mana Malibu malaka. Menga esa salibi bo'lmaydi, urib pachaqlab yuborma dadasi. Tezda egasiga olib bering. Menga emas yo'q. Ha, iplos narada rol. Xotin, oyligim oldim, ma'qul. Menga umuman pul ko'rsatmang. Meni pulga allergiyam bor. Bu pulni o'z mazza qilib ishlating, bo'ptimi? Menga 3 ta 4 ta qurt topib olsangiz yetadi-da. Malades xotin, qaysi lotereyadan yutib olganman seni?